Assalomu alaykum, barcha asarchi aka-ukalarimiz va asalari biznesi bilan shug'ullanadigan shu soha mutaxassislari. Bizda bugungi 2026-yil 9-yanvar kunidagi holatdagi tabiiy asarlarimiz bor. Qotgan ranglari mana shunday holatda. Bu yantoq bilan bedadan olingan asar. Bunisi ham xuddi shunaqa. Issiqqa turgan hisobiga ozroq erib, sovuqda yana qotib, shunaqa bo'lib yotibdi. Ranglari mana shunaqa holatda. 100% garantiyalik toza asar bular. Kimda qancha kerak bo'lsa, hozircha 2 tonnaga yaqin asarimiz qoldi. Keyin mana bunaqa asalimiz bor. Bu Jizzax tog' taraflaridan olingan asal. Rangi qizil holatda. Keyin mana bu yerda asallarimiz bor. Hammasi qotgan holatda. Bu asallarimiz hammasi 2025-yilda olingan asallar. Ta'mi o'ta ajoyib. Hidlari ham. Hammasi o'zimiz Qashqadaryoni tabiiy asallar albatta. Hech qayerdan kelmagan. Yantoq tog' tarafidan olingan asal bu. Paxta asali. Mana shunday holatda hammasi qotgan. Ranglari ham shu holatda. Shu asallarimiz bor. Baklashkaga ham solinganlar bor. 7 kilo, 6,5 kilodan. Keyin mana bunaqa eritib qo'yilgan asalimiz bor. Bular bedan asali. Tog'dan tushib kelgani ham bor. Shunday holatda eritib qo'ydik. Bu ham kristallanib yana qotib kelibdi. Shu holatdagi asallarimiz bor. Narxi optimga oluvchilarga, bu asalimizni optimga ham, baklashkaga ham oladiganlarga narxi 65 ming so'mdan. 65 ming so'mdan 6,5 kilo ketadi bitta bakalga. Bu qotgan asallarimiz optim oluvchilar uchun 65 ming. Agar 100 kilodan kam olaman deganlarga narxini kelishamiz. Yuqoriroq bo'ladi 65 mingdan. Shu asallarimizdan bu 2 tonnadan oshiq asalimiz bor hozircha. Hop, 2024-yil asalimiz bu. 2024 asal bu. Shunaqa asallarimiz bor. Manzilimiz Qashqadaryo viloyati Kitob tumani, Sariosiyo shaharchasida. Dastavka xizmatlarimiz ham kerak bo'lsa jo'natib yuboramiz. Toshkent, Samarqand va boshqa viloyatlarga ham jo'natib yuboramiz. Rahmat hammaga.